خرج الإمام البخاري Imom Buxoriyning sahih to'plamida kelgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu quyidagicha rivoyat qilganlar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yerga to'rt burchak chizdilar. So'ng o'rtasiga undan tashqariga chiqadigan qilib bir chiziq chizdilar. Keyin mana shu o'rtadagi chiziqning ikki yoniga to'rt burchak ichiga kichkina chiziqlar chizdilar va mana bu insondir, mana bu esa uni o'rab turgan ajalidir dedilar va uzun chiziqqa ishora qilib mana bu to'rt burchakdan tashqariga chiqib turgani esa uning orzusidir dedilar. So'ng kichik chiziqlarga ishora qilib mana bu kichik chiziqlar hayot sinovlaridir. Bittasini chetlab o'tsa boshqasiga mubtalo bo'ladi, boshqasidan omon qolsa yana boshqasiga mubtalo bo'ladi dedilar. Ushbu hadisdan tushunamizki, kishi tug'ilganidan to o'lguniga qadar turli musibatlar va ko'rgiliklarga yo'liqar ekan. Alloh Qur'onda darhaqiqat biz insonni mashaqqatli hayotga yaratdik deb marhamat qilgan. Modomiki hayot mashaqqatlardan iborat ekan, buning yechimi ham bo'lishi kerak. Buning yechimlari esa Qur'on va sunnatda mavjuddir. Ulardan afzalini Imom Hibbon va Imom Ahmad o'z musnadida keltirgan. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi banda g'am tashvishga duchor bo'lganida: "Ey Allohim, men sening qulingman, qulingning o'g'liman, cho'ringning o'g'liman. Butun borlig'im sening qo'lingdadir. Hukming mening ustimda joriydir. Menga taqdir qilganing adolatlidir. Barcha ismlaring bilan so'rayman. Jumladan o'zingni o'zing nomlagan yoki kitobingda nozil qilgan yoki maxluqotlaringdan biror kishiga o'rgatgan yoki huzuringdagi g'ayb ilmingda saqlab qo'ygan ismlaring bilan so'rayman. Buyuk Qur'onni qalbimning bahori, ko'nglimning nuri, mahzunligimni arituvchi, g'am tashvishimni ketkazuvchi qilgin desa, Alloh taolo uning g'amini shodlikka almashtirib qo'yadi deganlarida sahobai kiromlar: "Ey Rasululloh, bu duoni o'rganib olaylikmi?" deb so'rashgan. Shunda u zot bu duoni eshitgan har bir odam uni o'rganib olish kerak deganlar. Demak, bu duo eshitgan odam o'rganib olish shart bo'lgan duodir. G'am tashvish ko'rmagan, mahzun bo'lmagan odam bormi? Har birimiz yo bir musibatga uchraganmiz, yo kelajakda bizni biror musibat kutyapti. Zero Alloh taolo Qur'onda darhaqiqat biz insonni mashaqqatli hayot uchun yaratdik deb marhamat qilgan. Agar kishi tug'ilganimdan o'lgunimcha tashvishga yo'liqmayman deb o'ylasa, juda katta xato qilgan bo'ladi. Zero kishi jang maydoniga kirib, menga hech bir ziyon yetmaydi deb o'ylasa, qattiq yanglishadi. Modomiki hammamiz musibatlarga duchor bo'lar ekanmiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga mazkur duoni o'rgatganlar. Ushbu duo tavhid va ubudiyat ma'nosini o'z ichiga qamrab olgan. Ey Allohim, men sening qulingman, qulingning o'g'liman, cho'ringning o'g'liman degani, ya'ni men ubudiyatda ildiz otganman deganidir. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh o'tirganda ham, turganda ham, yurganda ham, safar qilganda ham quyidagi baytni ko'p aytar ekanlar: Men bir gadodirman, gadoning o'g'lidirman. Otam ham gadodir, bobom ham gado. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har safar o'zimiz xohlamagan bir ish bo'lsa, bu Allohning taqdiridir, Alloh xohlaganini qildi deyishimizni buyurganlar. Ya'ni nimaiki bo'lsa, bari Allohning taqdiridir. Mening taqdirim sening qo'lingdadir degan jumlada ham shu ma'no bor. Ya'ni dunyoda bo'layotgan barcha ishlar Allohning irodasi bilan sodir bo'ladi. Shuning uchun nafsingizning xohishi Allohning taqdiriga yoki shariatiga muvofiq kelmaganidan zinhor norozi bo'lmang.
Modomiki Alloh va Rasuli bir ishni buyurgan ekan, mo'min kishida tanlash ixtiyori bo'lmaydi. Modomiki Alloh va Rasuli siz uchun shariat belgilagan ekan, siz o'zingiz uchun boshqa shariat tanlay olmaysiz. Chunki siz o'zingiz uchun nima foydali ekanini bilmaysiz. Zero yaxshilik poyabzal ipidan ham yaqinroqdir. Yomonlik ham shunday.